Assalomu alaykum. Ikki taraflamali tarmoqqa avtomatik yarim oluvchi qurilma o'rnatdik. 3 fazali hisoblagichga 100 amperli. Buni tok kuchi ham 100 amper. Asosiy tarmoqda kirishga 416 mm kvadrat yuzali kabel bor. Rezerv tarmoqda 25 mm kvadrat yuzali kabel. Avtomatlardan almashtirish qurilmasiga 16 mm kvadrat yuzali kabel kelgan. Alyumin kabel. Chiqishda bo'lsa shunaqa 16 mm kvadrat yuzali kabel hisoblagichga o'tyapti. Hisoblagich mana ishlayapti ish holatda. Agar asosiy tarmoq o'chgan paytda rezerv tarmoqqa almashtirish mumkin. Asosiy tarmoq qaytgan paytda asosiy tarmoqqa yana almashib oladi. Buni qo'lda boshqarish va avtomatik boshqarish turlari mavjud. Salomat bo'lasizlar.